Mana shu bo'lsa kerak aytgan narsasi. Hozir yig'ib beraman. O'zim uyda mabodo bo'lmasam, bemalol ochib kirib qilaverasan ishni dedi. Hello. Eshikni qulf kodiga sening telefon raqamingni oxirgi 4tasini kiritib qo'yaman, o'zing nomering bilan ochib kirib, ishni bitirib ketaverasan. To'lovni telefon orqali qilib qo'yaman dedi. Do'stlar, hozir ichkariga olib kirib olib, sekin yig'ib tashlayman. Ajoyib chiroyli narsa. Bitsa ko'rasizlar. Xullas, mana nomini eslolmay turdim, mana. Mana narsada mana. Ko'ryapsizlarmi, stol tennisi bor. Xullas, mana shuni sen yig'ib berishim kerak. Hamma yo'q ichkariga olib kirib oldim. O'sha oyoqlarni ham yasab bo'ldim. Oyog'ini qotirib turib shunday og'darsam, keyin nimaligi ko'rinadi do'stlar. Videoni kuzatib turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Sal o'xshadimi aka-ukalar? Hozir yonboshlariga ham narsalari bor. Mana futbolistlar. Endi buni ularni yig'ib tashlasam o'xshaydi keyin ham aytgan narsaga. Bir narsaga o'xshaydi oxirida. Do'stlar, ko'ringlar. Stol tennischasini yig'ib oldim. Mana shuni nomini bilmayapman. Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar aka-ukalar. Mana xullas buni bunday oladi-da. Halqasida lipochka. Anaqa poklari bor. Menga tushadi. Xullas buni qo'yib o'ynaydi ekan stol tennisini. Xullas mana qo'l futboli bor-ku. Nomini yozib ketinglar kommentariyaga. Bir paytlar o'yinchoqqa post joyladim, rasa uchib ketadi rekka. O'sha esimga tushib ketdi aka-ukalar. Buni ham narxini yomon gaplashmaganman. Mana hali 1 soat bo'lmadi, o'sha bo'lib qoldi. Mana ularni tiqib ustiga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Like bosib bunga ham padashga qo'yib olasizlar. Oxirida aytaman narxini. Mana do'stlar, yig'ib oldim. Ko'ringlarchi, hamma yoq chotki. Mana uni qarorchi mana yerdan bo'shatsa, mana yerdan qistiradigan nimasi bor. Olib tashlaydi tepadagisini. Buni qo'yib tennisni o'ynayveradi. Mana sharichalari. Las chotga chiqdi. Ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. Bitta like. 1 soat 15 minut vaqtim ketdi mana shuni. Hammasiga. Mana do'stlar, game roomga olib kirib oldim, ko'ringlar. Mana shu zo'r chiqdi mana. Qalay chiqdi? Yaxshimi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar. Mana shu ishga $300 oldim do'stlar. 1 soat oshiqroq vaqt ketdi ozgina. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uyi ham rosa chiroyli ekan. Hi, how are you? I'm good. I'm Hikmatullah. Nice to meet you. Nice to meet you. Blake. Yeah, Blake. So, Blake, may I take a video for my social media? Sure. Thank you. Thank you so much. Take it off the shoes. Yeah, it's okay. Thank you. Thank you. This door here in the hallway. I bought this door. It didn't fit quite right. I tried to get it to fit, and it wasn't working right. Yeah, can I take a look at the door? You wanna just fix the door? If you can make that door work, that'd be awesome. Only making matters worse every time I tried it. Yeah, carpet. The problem, I wanna trim the from the door, you know, the bottom. Let's see how it's level the frame. I think it's better. Xullas do'stlar, mana shu ishni joyiga qotirib berishim kerak. O'zim mana noto'g'ri qo'yib berdi, teskari qo'yib berdi. Bu mana yopilmayapti, eshigi tushmayapti turadi. Bunda ham mana temir yo'q ekan, men mashinamdan topib olib keldim mana uni. Do'stlar, buni holatni ko'ringlar. Oshiq-moshiqlarni yechib tashlab turib, eshikni qo'yib oldim joyiga, buni ko'ringlar. O'zi kesgan mana yonboshidan. Ko'ryapsizlarmi farqni? Hozir men bunga aytaman, yo boshqa ish olib kelamiz, yoki faqat past bilan tepadan qotirib qo'yamiz deyman. Endi ko'ringlarchi do'stlar. O'zi aytganidek qotirib oldim. O'zi xullas eplolganicha o'rnatchi, agar o'xshamasa boshqa zakaz qilamiz, boshqa olib kelasan dedi. Hozir ko'rsataman mana shu holatni. Bo'p tursa qoldi. Yo'q desa yangi olib kelaman. It's perfect. It's perfect. But that side is no problem. If you like it, no problem. If you say the new door also, no problem. I can bring the forward. This is good for now. I really, really appreciate it. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, no problem. Do'stlar, ishi yaxshi, yoqdi bunga. Can I close for video?
Ishi yoqdi do'stlar, mana shu holat o'ziga. How do you take payment? Yeah, I get it. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, I you really too. appreciate your I time. appreciate also. I actually found your Instagram this morning, Ah, really? so I went through some of the videos. Look good. You see my video? Mhm. Ah, really? Yeah. Okay, sir. See you next new Thank you. project. Bye bye. Stay warm out there. It's starting to really snow. Yeah. Today, see how? Oh my goodness. Okay. Be careful. You too. Bye bye. Take. Bir kun unday, bir kun bunday. Mana kecha quyosh edi 28 gradus, bugun -1 qor. Do'stlar, bitta like bosib shu joydan qo'llab-quvvatlab ketinglar do'stlar.